Sirdaryo, Jizzax, Samarqand, Toshkent viloyati qilib juda ko'p miqdorda qisqa muddatli yomg'irlar 40 millimetrgacha yomg'irlar ko'rinyapti. bir kunlikda 20-15 millimetrlik va qishloq xo'jaligi yer maydonlarida -15-16lik, Buxoro Navoiydan -13, -15lik bor. Bu yog'i Samarqand, Jizzax, Toshkent -13lik. hammasi -13 vodiylarda. Tekisli vodiyda ham -10lik, -11lik. Mana Samarqandda juda katta qismida, Jizzaxda, Qashqadaryo viloyatining Samarqand bilan chegaradosh hududlarida va Sirdaryo, Toshkent viloyatida 10 sm, 7 sm-gacha qor yog'ishini guvohi bo'lamiz. Assalomu alaykum. Dehqon va fermerlar uchun ob-havo ma'lumotlarini berishda davom etamiz. Erkin aka, assalomu alaykum. Demak, o'tgan haftada bulduruq hodisalari kuzatildi va juda ham yaxshi bo'ldi ekinlarimizga. O'sha inversiya hodisalari ortidan bulduruqlar kuzatildi va dehqonlar so'rashyapti, o'zi kelasi haftada qanday, bu yoq bahor bo'lib ketdi-yu o'zi. Xudo xolasa o'zi isiydimi, sovuydimi va boyagi 3-10 kunlikdagi sovuqlarimiz hali ham shu aktualmi shu masala? Assalomu alaykum Respublika fermerlari kuzatuvchilari. Biz o'tgan hafta 4-yanvardan 8-yanvar kuniga qadar ancha yildan beri kuzatilmagan shu tuman hodisalari Respublikaning deyarli o'zi biz xaritasini joylaymiz. NASA sun'iy yo'ldosh ma'lumotlari va 80% hatto 7-yanvarda qopladi Respublikaning ko'plab tuman anaqalarini, viloyatlarini va bu shu darajada nima bo'ldiki, baribir tuman hodisalari ham, ayniqsa kuchli bulduruq hodisalarini o'zini xalq orasida naql bor. Bir bulduruq sovug'i 3 qori sovug'iga tatiydi degan va mana shu vodiy viloyatlari, Qoraqalpog'iston Respublikasi, Xorazm hamda Qashqadaryo viloyati ayrim hududlarida kuchli bulduruq hodisalari kuzatildi va o'sha shanba kundan boshlab Respublikaning ko'plab hududlariga issiq havo oqimlari kirib keldi. Hattoki Nurota tog' etaklarida Nurota degan stansiyasi bor, O'zgidrometni 19 daraja. Mana shu 9-yanvar kuni uchun bunaqa yuqori harorat kuzatilmagan ekan o'tmishda. Eng yuqori harorat 19 va Qashqadaryoning G'uzor, Qarshi, Shahrisabz shaharlarida ham 20 darajalik plus harorat qayd etildi va mana hozir ham issiq havo oqimlari, bu havo oqimlari seshanba, chorshanba kunlari ham Respublikaning ko'plab hududlarida bundan-da issiq bo'ladi. Mana kelayotgan seshanba, chorshanba kunlari hatto 20 darajalik haroratlar va tungi minimum haroratlar ham xuddi bahoriy haroratni beradi. Keyin nam havo oqimlari kirib kelishi kutilyapti. Ya'ni payshanba kuni Qashqadaryo, Samarqand, Jizzax, Sirdaryo, Toshkent viloyati, Surxondaryo viloyati hududlarining ayrim hududlarida biroz bo'lsa yomg'ir yog'adigan bo'lsa, 16-yanvar kuni, ya'ni juma kuni Respublikaning avvalgi Qashqadaryo bu yo'g'i ketdi. Buxoroni Qashqadaryo va Samarqand bilan chegaradosh Navoiyning yarmida Sirdaryo, Jizzax, Samarqand, Toshkent viloyati qilib juda ko'p miqdorda qisqa muddatli yomg'irlar 40 millimetrgacha yomg'irlar ko'rinyapti. Bir kunlikda 20-15 millimetrlik va biz undan keyin mana yana hozir xaritani joylaymiz, ya'ni 23-yanvar kuniga qadar Respublikaning ko'p hududlarida sariq rang turibdi. Bu sariq Qashqadaryodan boshlab, Surxondaryo shimolidan boshlab, Samarqand, Jizzax, Sirdaryo, Toshkent viloyatida 40 millimetr, ya'ni kelayotgan 10 kunlikda, umumiy o'zi kelayotgan 10 kunlikda 3 ta nam havo oqimi bor. Mana bittasi o'tib ketdi. Bugun Samarqand, Jizzax, Sirdaryo, Toshkent viloyatida qisqa muddatli bahoriy yomg'ir yog'di. Mana issiq kirib kelyapti. Orqasidan endi ikkinchisi 15-16-yanvarda ikkinchi nam havo oqimi, 16-yanvardagi nam havo oqimi mana shu ko'plab viloyatlardagi yanvar oyidagi asosiy hal qiluvchi namlik. Shunaqa deb tushuntiring. Bug'doyga amofos sololmagan fermerlar uchun RG Agrodan Rossiyaning suyuq amofosi. Bunaqasini boshqa joydan topolmaysiz. Keyin 20-21-yanvarda qorlar endi. Sovuq havo oqimidan oldin bitta qor yog'ib berish bo'ladi-ku. O'shunaqangi hozir vaziyat kutilyapti va 20 hozir xaritasini joylaymiz. Uni ham 20-yanvar kechki muddatlarda mana shu Jizzax, Samarqand, Sirdaryo viloyatlarida, hattoki Toshkent viloyatida 7-5 sm-lik ko'k ranglarda biz tasvirlayapmiz. Qorlar bor ekan. Vodiyda ham ayrim hududlarda bor. Ayni mana Farg'onada kamroq. Endi biz yerga qor o'rnashi mumkin bo'lgan hozir xaritani taqdim qilyapmiz, chiqaramiz ekranlarda va umumiy ma'noda mana shu vaziyatlardan kelib chiqib issiq, yomg'irli nam havo va orqasidan bitta qor va keyin uzoq karvon deydi. Sovuq havo oqimi, sekin antsiklon. Qanday endi qaqshatqich sovuqlar bo'lmaydi. Hozir isib ketdi, havo juda ham isib ketdi va undan keyin qattiq sovuqlar o'zi aytdik-ku, bir qattiq sovuqlar bo'ladi. O'z darajasi qanaqa uni? Darajasi eng aholi zich deb hisobga olinglar. Qishloq xo'jaligi kanali bu asosiy va qishloq xo'jaligi yer maydonlaridan o'tishi, chunki sovuq havo oqimi avvaliga 23-24-shimoldan kuchli ta'sir etadi. Keyingi 25-yanvarda uni eng minimal haroratlarga pasaytirib yuboradigan darajasini aytyapman. Keyin 25-26-yanvarda respublikaning mana shu aholisi zich qishloq xo'jaligi katta maydonlari bu yoqqa ketdi.
ana Buxorodan sharqqa tomon mana shu hududlarda o'tadi va Toshkent shahri, Toshkent viloyati hududlarida o'sha 26-yil tonggi muddatlar -13 daraja. Bu Samarqandga ham amal qiladi. Qashqadaryo, hatto Surxondaryo viloyatining shimoliga, Jizzax, Sirdaryo viloyatiga, Vodiy viloyatlarida ham -10, -11 darajalar mana shu kunlari kuzatiladi. Bu sovuq havo oqimi keyingi haftaligimizni buni ham ko'rsatamiz. Me'yordan chetlashishini 3-6 daraja sovuq bo'lishini keyingi haftani. Oldingi yil 30 yilga nisbatan 3-6 daraja past. Ha, past. Me'yor, ya'ni me'yoriy haroratni endi o'sha hududlarda ob-havo byurolaridan O'zgidrometdan olishlari mumkin va mana shu ma'lumotdan kelib chiqib 3-6 darajani ayirsa, o'zi sutkalik harorat kelib chiqadi. U endi qishloq xo'jaligiga qanaqa ta'sir ko'rsatadi? Demak, xaritga qarab aytib beraman. Mana o'sha 23-yanvarda Qoraqalpog'istonda va Xorazmda -20 daraja, to'g'rimi? Bu shimolda Qoraqalpog'iston Respublikasi yuqori tomonlarida. Ha, endi bu yog'i 15 daraja. Siz aytgan Xorazm, Buxoro, Navoiy ham aholi zich istiqomat qishloq xo'jaligi yer maydonlarida -15, -16lik, Buxoro, Navoiydan -13, -15lik bor. Bu yog'i Samarqand, Jizzax, Toshkent -13lik. hammasi -13, vodiylarda tekislik, vodiyda ham -10lik, -11lik. Tog'larda endi ketaveradi, kamaveradi. Endi mana Qirg'iziston, Tojikistonda yaxshigina sovuqlar bo'lar ekan demak. Bu tomonda endi antsiklonning ta'siri -35 gacha. Ha, baland 6-5-7 kilometrlik baland tog'larda -35 gacha. Hozir ularda o'zi -25, -20 tushyapti kechqurun. Ha, dahshat-ku. Endi tog'larda shunaqa, o'zi azaldan shunaqa bo'lib kelgan. Endi baland tog'larda-da. Masalan, Qamchiq dovonida hozir masalan ertalab tongda bizda yomg'ir yoqqan bo'lsa, endi umumiy o'zi geografiyada bilishadi ko'pchilik, har 1 kilometrda 6 gradusdan pasayadigan bir demak, yog'ingarchilik mana xaritasi bo'yicha bir aytib bersangiz, mana Qoraqalpog'istonni boshlab gapirib. Ha, yog'ingarchilik xaritasi bo'yicha chiqaramiz uni ham ekranlarda. Bu 23-yanvar kuniga qadar respublika hududlarida yog'ingarchilikning umumiy quvvati qancha, necha tonna suv tushadi. Ko'ryapmiz, Buxoroni o'sha Qashqadaryo, Samarqand bilan chegaradosh, Navoiyni Samarqand bilan chegaradosh, asosiy qishloq xo'jaligi maydoni Jizzax, Sirdaryo, Samarqand, Qashqadaryo va Surxondaryo viloyati va Toshkent viloyatida 40 mm gacha yaqin. Tog'larda qizil rangda ko'rsatyapmiz, 50 mm. Hatto Jizzaxni mana shu Forish tumani bilan Sirdaryoda ham 50 mmlik hududlarimiz bor ekan. Bu nima degani? Bu 50 mm yomg'ir degani 500 tonna 1 gektarga suv degani. Mana shundan hisobga olib rejalashtirishaveradi. Demak, Qoraqalpog'iston, Xorazm, Buxoro, Navoiyda demak 5-10 mm ekanda. Buxoro va Navoiy viloyatida endi aholi istiqomat qiladigan joylarda 10-15 lik ham bor, turibdi, hozir ko'rinyapti. Lekin ayrim hududlarda 5-10 mmlik bor, ya'ni yomg'ir bor. Endi mana o'sha qor yog'ishi bo'yicha aytib o'tdingiz va qaysi hududda necha millimetr qor yog'ishini shu hududlar bo'yicha aytib o'tsangiz. Hududlar bo'yicha mana 20-yanvar bilan 22-yanvar oralig'idagi nam havo oqimlari endi kristal holatda bo'ladi, yomg'ir emas, chunki sovuq havo kirib kelib qoldi. Bizda 0 darajalik va endi qor ko'rinishida yog'adi va ayrim mana Samarqandda juda katta qismida, Jizzaxda, Qashqadaryo viloyatining Samarqand bilan chegaradosh hududlarida va Sirdaryo, Toshkent viloyatida 10 sm, 7 sm-gacha qor yog'ishini guvohi bo'lamiz. Endi bu ob-havo xaritasi kuzatuvchilarga aytamiz. Hozir eng yaxshi, hali biror bir dunyoda bundan yaxshiroq bo'lmagan bir ob-havo prognoz xaritasi va bu juda uzoq. Biz hozir 11-kunda bo'ladigan qor qalinligini hozir prognozlarni beryapmiz. Bu hodisa oldinroq ham bo'lishi mumkin, ya'ni kuzatilishi. 1-2 kun oldin, 1-2 kun keyin surilishi mumkin. Va ayrim hududlarda, misol qor yog'adi, lekin yerga u darajadan shu biz aytgan 5-6 santimetrlik bo'lmasligi ham mumkin. Lekin eng yaxshi o'zimiz foydalanyapmiz. Nimadan chiqqan, chig'iriqdan chiqqan, o'zini oqlanish darajasi yaxshi bo'lgan bir nima mahsulot hisoblanadi. Shu hisobga olib. Demak, Qoraqalpog'iston, Xorazm, Buxoro, Navoiyda juda ham kam yog'ar ekan yoki yog'masligi ham mumkin ekan. Kam. Qor yerga o'rnashadigan darajada qorlar yo'q. Demak, o'zi mana animatsiya xaritamiz bor. Boyagi dunyoda qanday kuzatilyapti o'zi? Shu bo'yicha qisqacha ozgina tushuntirib bersangiz. Agar boyiga keladigan sovuqlarni e'tibor bergan o'tgan safar biz mana shu joyda ko'rsatuv qildik, ya'ni stratosferani qutbiy uyurma yuqori isib ketdi. Bu yog'i endi pastda ko'zlarda antsiklon, ya'ni sovuq havo oqimlari endi sekin kengayib, xuddi shunaqa holatga kelyapmiz. Shunda ham biz hozir baribir chegarasidamiz. Ko'z baribir Qozog'istondan o'tyapti. U sekin ko'rish, mana uni ham joylaymiz. Sekin kengayapti, pastda isish kuchayapti. O'zi pastdagi o'sha siklon, sovuq havo oqimi pastdagi isishlar uni yana ham nima deydi, yoyapti va uzoqroq davom etaman deyapti. E'tibor bergan bo'lsangiz, biz 3-kurash O'zbekiston issiq bo'lyapti. 3 kunlik sovuq bilan issiq, shunaqa chegarasida turibmiz va bu issiq uni o'sha sekin, juda sekinlik bilan u tez o'tib chiqib ketadigan emas. El Niño davrlarida shunaqa. E'tibor bergan bo'lsangiz, bitta sovuq -15 bo'ladi, ertasiga yana isib ketadi, mana xuddi mana shunga bo'lib ketadi, lekin u unaqa emas hozir. U uchun hozir yetilyapti mana shu isishlar
yani Markaziy Osiyodagi issiq havo oqimlari uni yana ham bizim Markaziy Osiyoga endi chekka qismini o'sha 3-o'nkunligimizda bir uzoqroq 5-6 kun davom etadi. Ya'ni bizning 3-o'nkunligimiz sovuq. Respublika katta hududlarida bir hafta atrofida shu -5, -10 bo'lar ekanda. kunduz kunlari 0 darajaga yaqinlashib, biroz ko'tarilib, noldan ham ko'tarilmaydi demak, to'g'rimi? ko'tarilib Qor yog'sa erimay turaverar ekan. ayrim muddatlarda 0 dan ham past bo'ladi. Shunaqa tushuntiring. Ya'ni 0 ga chiqib chiqmaydi, yana keyin pasayib ketadi. Shunaqa. Endi men hozir ko'ryapmiz, Lama bo'yicha hozir materialimiz yo'q. Lama bo'yicha juda ham ko'p so'rashdi. O'zi qachon bera olamiz? Xudo xolasa shu yaqinroq nimalarni. Nima tavsiya berasiz? O'zi ya'ni biz e'tirozlarni ham aytib o'tishimiz kerak. Bu nima, ya'ni bizga bo'lgan e'tirozlarimiz bo'lishi tabiiy. Endi biz kelajak oldindan aytib prognoz qilyapmiz va tabiiyki bu paytda 100% lik hali juda uzoq muddatli uchun yo'q va ayrim muddatlarda masalan kimlardir Jizzaxliklar yozyapti bizga, Samarqandliklar kuzda eksak bo'lar edi. Siz quruqdingiz ko'rsatuvlaringizda. Mana dekabrda namgarchilik ko'payib berdi. Biz ekkanimizda mana kuzgi donlarimiz yaxshi bo'lar edi deyishyapti. Endi mana 3-kunlik o'sha gapni nima qiladi endi? Ya'ni sovuq urib, ya'ni hozir men ungandan keyin lalmidi. Undan hozir biz 3-kunlikdagi sovuqdan kelib chiqib, sovuq mana keldi. Bo'lish ehtimolligi hozir yuqori aniqlikda hozir menimcha mas'ul xizmatni ob-havo byurosi ham bugun erta ogohlantirish xabarlarini chiqarib qolsa kerak va mana shundan kelib chiqib yana baribir bahorgi ekish lalmi foydali ekanligini his qilyapmiz. Ya'ni mana sovug'imiz bor ekan, uni sovuq uradigan va shuni ya'ni zararsiz, ya'ni undan bahordan ekkan yaxshi degan ma'noda va bahorgi lalmi uchun biz endi ko'rsatuvimiz bu haftalik ko'rsatuvimiz asosan mana shu yanvar oyining 3-kunligidagi surpriz yoki mana hozir kelayotgan juma kunidagi yog'ingarchilikning ko'payib ketishi mana yoki mana shu issig'i o'zi ham 20 darajalik. Endi hozir biz Kamolniki yanvar o'rtasidamiz. Yilning eng sovuq payti bu. Mana Shimoliy yarim sharda eng sovuq paytida biz hozir bahor havosini his qilyapmiz. Bu nafaqat insonlar, balki o'simlik dunyosi ham, dov-daraxtlar ham olamchi bahorga ishonib hozir uyg'onadigan darajada turishibdi. Shuni hisobga olib, mana shunaqangi bir dolzarb hafta bo'lgani uchun biz lalmi nimasini xaritasini ishlab chiqmadik, chunki va'da berdik va keyingi hafta ko'rsatuvlarimizda albatta lalmi yer maydonlarida o'zi qaysi paytda ekish mumkin, umumiy vaziyatdan yer namgarchiligiga kelayotgan nam havo oqimining quvvatidan kelib chiqib mumkin emas degan bir xaritani bir taqdim qilamiz degan niyatimiz. Bu sovuq o'tgandan keyin beramiz, to'g'rimi? Lano bo'yicha. Shu sovuq paytlarda ham berib o'tishimiz mumkin. Keyingi hafta ko'rsatuvlarimizda biz agar hozir ilmiy tadqiqot tekshirish institutlari bilan ishlayapmiz. Ya'ni bu olimlarni biz jalb qilganmiz. Ayni mana shu qishloq xo'jaligi institutlarini jalb qilganmiz. Ularning ma'lumotlari, tuproq namligi ma'lumotlaridan kelib chiqib, biz mukammal bir optimal prognozni keyingi ko'rsatuvlarda taqdim qilamiz. Demak, Erkin aka rahmat. Endi aniq ob-havoni so'rashyapti. Aniq ob-havoni Telegramda Agrometeo botga kirib turib, o'sha boyaga lokatsiyani jo'natib qo'ysanglar, bir haftalik ob-havo chiqadi va o'sha yerdan ko'rib olishingiz mumkin bo'ladi. Va albatta izohlarga joylarda o'zi ob-havo qanday ketyapti sizlarda. U bo'yicha ham izohlarga yozing va albatta tanqidlarni yozib qo'ying va ko'rsatuvni nima qilsak yana ham yaxshiroq chiqadi. Bu bo'yicha yozib qo'ysangiz juda ham xursand bo'lamiz. Erkin aka rahmat. Sog' bo'linglar.